Assalomu alaykum. Men Ruxshona Abdushukurova Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasiman. Bugun biz sizlar bilan 1-2 sinf tarbiya darslarini o'rganish mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu mavzuni 3 reja asosiga bo'lib oldik. Birinchi rejamiz: boshlang'ich sinflarda tarbiya darslarining maqsadi va vazifalari. Ikkinchi rejamiz: 1-2 sinf tarbiya darslarining mazmuni va o'qitish usullari. Uchinchi rejamiz: tarbiya darslarining samaradorligini oshirish yo'llari. Tarbiya darslarining vazifalari va yosh bolalarda ijtimoiy xulqiy sifatlarni shakllantirish. Ma'naviy rivojlanish. Tarbiya darslari yosh bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga yordam beradi. Ularni insoniylik, halollik va hamjihatlik kabi fazilatlarni rivojlantirishga yo'naltiradi. Ijtimoiy xulqni mustahkamlash. Bolalarda ijtimoiy normalar va odob-axloq qoidalarini o'rgatish, ularni jamiyatda muvofiq yashashga va muomala madaniyatini hosil qilishga yordam beradi. Shaxsiy va ijtimoiy qobiliyatlar. Tarbiya darslari orqali bolalarda muammolarga yordam berish, ya'ni yechim topish, liderlik, hamkorlik va ijobiy munosabatlarni rivojlantirish uchun asosiy ko'nikmalar shakllantiriladi. O'quvchilarga tarbiya darslarining muhimligini tushuntirish va ularning shaxsiy rivojlanishiga ta'siri. Tarbiya muhimligi. Tarbiya darslar bolalarning shaxsiy, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ularni to'g'ri xulq-atvorga o'rgatadi va jamiyatga tayyorlaydi. Axloqiy qiymatlarni shakllantirish. Bu darslar orqali bolalar halollik, samimiylik va hurmat kabi axloqiy qadriyatlarni o'rganib, ularni kundalik hayotda qo'llashni o'rganadilar. Shaxsiy rivojlanishga ta'siri. Tarbiya darslari bolalarda o'z-o'zini anglash va o'ziga bo'lgan ishonchini rivojlantiradi. Bu esa ularning shaxsiy muvaffaqiyatlariga asos bo'lib xizmat qiladi. Madaniyat va an'analarga moslik. Darslar orqali yoshlar o'z milliy madaniyatimizni anglab, an'analarimizga hurmat bilan yondashishni o'rganadilar. Bu esa milliy identifikatsiyani mustahkamlaydi. Tarbiya darslarining maqsadlariga erishishda pedagogik yondashuvlar va metodikalar. Innovatsion yondashuvlar. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar tarbiya darslarining maqsadlariga erishishda innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llashga yordam beradi. Bu bolalarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Individual yondashuv. Har bir bolaning shaxsiy ehtiyojlari va rivojlanish darajasiga mos keladigan pedagogik yondashuvlar axloqiy va ijtimoiy sifatlarni mustahkamlash uchun muhimdir. O'qitish metodlari. Samarali metodlar tarbiya darslarida bolalarning qiziqishini oshiradi, axloqiy qadriyatlarni yoritadi va ularni amaliy hayotga tatbiq qilishga o'rgatadi. Amaliy usullar. O'quvchilar bilan amaliy faoliyatlar, o'yinlar va muammolarni hal qilish orqali tarbiya maqsadlariga erishish uchun samarali pedagogik strategiyalar qo'llaniladi. Bolalarda ma'naviy va axloqiy fazilatlarni rivojlantirish uchun tarbiya darslarining strategiyalari. Ma'naviy qadriyatlarni o'rgatish. Ma'naviy va axloqiy fazilatlarni rivojlantirish uchun tarbiya darslarida qadriyatlarni o'rgatish muhim. Bu bolalarda mehr, halollik va sabrni shakllantirishga yordam beradi. Muloqot va namuna olish. O'qituvchilar va ota-onalar bolalarda ma'naviy fazilatlarni rivojlantirishda muhim namuna bo'lishi kerak. Muloqot va shaxsiy misollar orqali ularga ta'sir qilish samarali. Uchinchisi, ijtimoiy faoliyatlar. Bolalarda ijtimoiy va axloqiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun jamoaviy ishlarga jalb qilish muhim. O'yinlar, ijodiy faoliyatlar va ijtimoiy xizmatlar yordamida qadriyatlar mustahkamlanadi. 1-2 sinf tarbiya darslarining asosiy maqsadlari va pedagogik vazifalar. Ma'lumotlarni rivojlantirish. Tarbiya darslarining asosiy maqsadi bolalarda axloqiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish, ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashdir. Yosh avlodni tarbiyalash. Bu darslar yosh bolalarda ijtimoiy xulq sifatlarini, mas'uliyat va mehr-muhabbat rivojlantirishga yordam beradi.
ularni xavfsiz va sog'lom muhitda o'sishini ta'minlaydi. Pedagogik vazifalar. Tarbiya darslarining vazifasi bolalarda axloqiy qobiliyatlarni rivojlantirish, madaniy qadriyatlarni singdirish va ularni o'z hayotlarida qo'llashga o'rgatishdir. Tarbiya darslarining mazmuni bolaning axloqiy va madaniy rivojlanishiga ta'siri. Axloqiy rivojlanish. Tarbiya darslari bolalarda halollik, adolat va mehr kabi axloqiy sifatlarni shakllantiradi. Ular jamiyatda mo'may va mas'uliyatli shaxs bo'lib o'sishiga yordam beradi. Madaniy meros. Darslar orqali yoshlar o'z milliy madaniyat, urf-odatlar va an'analarni o'rganib, o'z milliy identitetlarini mustahkamlaydi va milliy g'ururlanish hissi rivojlanadi. Ijtimoiy qobiliyatlar. Tarbiya darslari yordamida bolalar ijtimoiy munosabatlar, kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu ularning jamiyatda faol va mas'ul shaxs bo'lishiga imkon yaratadi. O'qitish usullari. Tarbiya darslarida samarali pedagogik yondashuvlar. Innovatsion metodlar. Tarbiya darslarida yangi va samarali pedagogik yondashuvlarni qo'llash bolalarning qiziqishini oshiradi va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. Interaktiv ta'lim. O'qituvchilar faol ishtirokni ta'minlaydigan muhokamalar, o'yinlar va guruh ishlari orqali bolalarning fikrlash va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi. Individual yondashuv. Har bir bolaning ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos keladigan metodlarni qo'llash ularning axloqiy va madaniy rivojlanishini ta'minlaydi. O'zbek madaniyati va an'analariga mos tarzda tarbiya darslarini tashkil etish. An'analar va qadriyatlar. O'zbekiston madaniyati va an'analariga mos tarbiya darslari bolalarda milliy qadriyatlarni shakllantirish va ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlaydi. Madaniy merosni saqlash. Tarbiya darslarida milliy tarix, san'at va urf-odatlarni o'rgatish yoshlarni o'z madaniyatiga mehr bilan qarashga o'rgatadi. Mahalliy kontekstga moslashuv. Tarbiya darslari mahalliy sharoit va an'analarga moslashgan bolalarning ijtimoiy va madaniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Tarbiya darslarining samaradorligini oshirish uchun o'qitish strategiyalari va amaliy usullar. Moslashtirilgan metodlar. Tarbiya darslarida individual va jamoaviy metodlarni qo'llash, shuningdek innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshiramiz. Interaktiv yondashuv. O'qituvchilar o'yinlar, muammoli vazifalar va guruh ishlari orqali bolalarda faol ishtirokni ta'minlab, axloqiy va madaniy qadriyatlarni mustahkamlaydi. Baholash va teskari aloqa. Davriy baholash va konstruktiv fikr mulohaza bilan o'quvchilarning rivojlanishini kuzatib borib, ta'lim jarayonini doimiy takomillashtiramiz. Tarbiya darslarining maqsad va vazifalarini yanada aniqroq belgilash. Ma'qul va aniq maqsadlar. Tarbiya darslarining maqsadlarini aniq belgilash bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini yo'naltiradi. Ta'lim jarayonini maqsadga muvofiq qilish uchun asos bo'ladi. Vazifalarni aniqlash. Har bir dars uchun vazifalarni belgilash pedagoglarga aniq yo'nalish beradi. Bolalarda axloqiy sifatlar va ijtimoiy qobiliyatlarni shakllantirishga yordam beradi. Yangi yondashuvlarni joriy etish. Maqsad va vazifalarni moslashtirish uchun innovatsion pedagogik yondashuvlar va metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshiradi va yoshlarning ehtiyojlariga mos keladi. O'qitish metodlarining innovatsion yondashuvlari orqali samaradorlikni oshirish. Innovatsion metodlar zamonaviy texnologiyalar va interaktiv usullar yordamida tarbiya darslarida o'qitish samaradorligini oshirish mumkin. Bu yondashuvlar bolalarning e'tiborini jalb qiladi va ularning faol ishtirokini ta'minlaydi. O'quvchi markazli yondashuv. O'quvchilarni faol fikrlash va muammoni hal qilishga qo'llash uchun metodlarni moslashtirish muhim. Bu
Bu ularning mustaqil fikrlash va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Texnologiyalardan foydalanish. Raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy qilish orqali darslarni qiziqarli va interaktiv qilish mumkin. Bu yosh bolalarda motivatsiya va qiziqishni oshiradi. O'quvchilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirishning samarali strategiyalari. Tadqiqot va tahlil. Pedagogik kompetensiyaning rivojlanishi uchun o'qituvchi yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni o'rganib, ularni amaliyotda qo'llashlari muhim. Bu jarayon doimiy o'zgarish va yangilanishni talab etadi. Ilm va malakalarni oshirish. O'qituvchilar uchun kurslar, seminarlar va treninglar orqali pedagogik bilim va ko'nikmalarni kengaytirish imkoniyatlari taqdim etiladi. Bu orqali ularning professionalligi oshadi. Amaliy tajriba va baholash. O'qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini baholash va amaliy tajribalarini tahlil qilish orqali ustun tomonlar aniqlanadi va rivojlantirish uchun aniq strategiyalar ishlab chiqiladi. Bolalarda ijtimoiy va axloqiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun amaliy tavsiyalar. Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish. Bolalarda ijtimoiy va axloqiy qobiliyatlarni mustahkamlash uchun faol muloqot va tinglash ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir. Bu ularning o'z fikrlarini ifoda etish va boshqalarni tushunishga yordam beradi. Empatiya va hamdardlik. Bolalarda boshqalar bilan hamdardlikni shakllantirish uchun ularni boshqalarning holatini tushunishga va yordam berishga majbur qilish kerak. Bu ijtimoiy muhitda muvofiqlikni ta'minlaydi. Mas'uliyat va halollik. Bolalarga o'z harakatlari uchun javobgarlik va halollik tamoyillarini o'rgatish orqali ularning axloqiy qobiliyatlarini oshirish mumkin. Bu ularni mustaqil va odil shaxsga aylantiradi. Muammolarni hal qilish ko'nikmalari. Ijtimoiy vaziyatlarda muammolarni hal qilish uchun bolalarda analitik fikrlash va muhokama qilish imkoniyatlarini rivojlantirish muhim. Bu ularning ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi. Xulosa: tarbiya darslarining asosiy maqsadlari. Bu darslar yosh bolalarda axloqiy, madaniy, ijtimoiy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, shaxsiy va jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik metodlar va yondashuvlar, innovatsion usullar va texnologiyalar yordamida tarbiya jarayonini qiziqarli va samarali qilish mumkin. Bu esa bolalar qiziqishini va faoliyatini oshiradi. Milliy madaniyat va an'analarga moslashuv. Tarbiya darslarini mahalliy va milliy kontekstga moslashtirish. Yoshlarni milliy qadriyatlar bilan tanishtirish va madaniyatga bo'lgan hurmatini oshiradi.